So'nggi paytlarda Markaziy Osiyodagi huquq maydonida bir vaqtning o'zida ijobiy va biroz ziddiyatli tendensiya kuzatilmoqda. Qirg'izistonda yuz bergan mudhish qotillikning voyaga yetmagan qizga qilingan jinsiy zo'ravonlik bilan bog'langani bunga qaysidir ma'noda turtki bo'ldi. Mamlakat prezidenti Sadir Japarov bunday jirkanch jinoyatlarga qarshi o'lim jazosini tiklash masalasini kun tartibiga olib chiqdi va bu g'oyasida qat'iy turibdi. Shu bilan birga Qirg'iziston yetakchisi o'lim jazosini tiklash tashabbusini faqat va faqat xalq tasdiqlashi hamda yakuniy qarorni aynan ular aytishini ma'lum qildi. Demak, Qirg'izistonda o'lim jazosini tiklash bo'yicha referendum bo'lib o'tadi. Japarov Oysuluv Mukashevaning ayanchli o'limiga to'xtalar ekan, tergovni shaxsan o'zi nazoratga olganini va ma'muriyatiga bu bo'yicha kelgusida sodir etiladigan jinoyatlarga nisbatan jazolarni kuchaytirish bo'yicha qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish loyihasini ishlab chiqishni topshirganini aytdi. U voyaga yetmaganlar va ayollarni o'ldirish, zo'rlash bilan bog'liq jinoyatlar soni ortib borayotgani, standart qamoq jazosi esa jinoyatchilarga endi to'sqinlik qilmayotganini ta'kidladi. Shuningdek, prezident korrupsiya jinoyatlari o'lim bilan jazolanishi mumkin emasligini ta'kidlab, o'lim jazosi faqat shafqatsiz qotilliklar va pedofillik uchun joriy etilishini aytdi. Odil sudlovning noto'g'ri bo'lib qolishi mumkinligi xavfi haqidagi jamoatchilik xavotirlariga esa Japarov zamonaviy dunyodagi texnologik imkoniyatlar jarayonning shaffof o'tishini ta'minlashiga kafolat berdi. Biz bu masalani yolg'iz hal qilmaymiz, xalq bilan maslahatlashamiz. Bu masala umumxalq referendumiga qo'yilishi mumkin. Agar ko'pchilik buni qo'llab-quvvatlasa, konstitutsiya va qonunlarga o'zgartirishlar kiritish, shuningdek, xalqaro majburiyatlarni qayta ko'rib chiqishi zarur bo'ladi. Yana bir Markaziy Osiyo davlati, Qozog'iston, Qirg'izistondan farqli o'laroq bu masalaga ancha muvozanat bilan yondashmoqda. Qozog'istonda voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy daxlsizlikka qarshi jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jazoni o'tash muddati tugashidan 6 oy oldin kimyoviy kastratsiya qo'llanilishi belgilandi. Qonunchilikka kiritilayotgan yangi tartibga ko'ra, endi jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyati mahkumning muddati tugashidan kamida 12 oy oldin sudga tegishli hujjatlarni yuboradi. Bu orqali o'sha shaxsda ruhiy og'ishlar yoki jinsiy zo'ravonlikka moyillik mavjud yoki yo'qligi bo'yicha sud psixiatriya ekspertizasi tayinlanadi. Buyruq rasmiy e'lon qilingan kundan keyin 10 kun o'tgach kuchga kiradi. Pedofiliya o'ta jirkanch jinoyat. Qaysidir davlat bu baloga qarshi keskin chora qo'llaganda, deylik o'lim yoki kimyoviy kastratsiya chora sifatida belgilanganda biror bir nima deyish qiyin. Ko'pchilik, jumladan aksar huquq faollari bunday choralarni tanqid ostiga oladi, ammo tana boshqa dard bilmas. Ular o'zini shu jirkanch jinoyat qurboni bo'lgan bolalarning ota-onasi o'rniga qo'yib ko'rsa, balki fikri o'zgarishi mumkindir. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor va tanganing mazkur tarafi o'lim jazosi dahshatli xatoliklarga olib kelish ehtimoli juda kattaligini ko'rsatadi. Ya'ni tergovning noto'g'ri xulosasi va sudning adolatsiz qarori. Buning ortidan esa o'ldirib yuborilgan shaxsni ortga qaytarib bo'lmaydi. Hayotda yechimi juda murakkab masalalar yetarlicha. Pedofillarga qanday jazo tayinlash ana shunday holatlardan biridir. Aytgancha, O'zbekistonda ham pedofillarga nisbatan hech bo'lmaganda kimyoviy kastratsiya jazosini qo'llash masalasi muhokama qilinganiga ko'p bo'lmadi. Mamlakatda bu boradagi tortishuvlar xuddi Qirg'izistondagi kabi bir murg'ak qizaloqning zo'rlab o'ldirib ketilgani ortidan 2023-yil boshida boshlangandi. Ammo esingizda bo'lsa, uning yoshi Oysuluvnikidan ham ancha kichik edi. Ya'ni u endigina bor yo'g'i 12 bahorni qarshilagandi.